Hammaga salom. Bilasizmi, hozirda smartfonlarda aynan byudjetli bo'lgan segmentlarda ko'p hollarda aynan ikkita smartfonga ko'p duch kelishadi. Ya'ni Samsung Galaxy A17 va Redmi Note 15 4G smartfoni. Ha, bilaman, bunaqa holda hech kim ham mening fikrimni so'rab o'tirmaydi. Shu sabab o'zimiz mayda-chuyda narsalar haqida aytib ketaman. Birinchi ularning eng muhim bo'lgan narsalaridan boshlaymiz. Siz har doim shunga qarab vaqt o'tkazadigan narsasi bu ularning ekranlari. Redmi Note 15 ning ekrani xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, ekrani 6.77 dyuym bo'ladi, standart 120 Hz va eng yorqin bo'lgan holatida ekrani 3200 nitgacha chiqadi. Piksellar aniqligi 2393 ga 1080 piksel. Shuni aytish kerakki, hozirda byudjetli smartfonlarda bu eng standart bo'lgan ekranning xarakteristikalari bo'ladi. A17 ga keladigan bo'lsak, ekrani 6.7 dyuym. Piksellarning zichligi 2340 ga 1080 piksel. Yangilanish tezligi afsuski 90 Hz. Eng yuqori yorqinligi 1100 nit bo'ladi. Ammo bilasizki, Samsungda Super AMOLED ekran va bu bilinar-bilinmas bo'lgan ustunlikni beradi. Va Samsungda yangilanish tezligi ham anchagina kam. Va hattoki hozirgi ayrim Technosparklarning eng arzon modellarida ham 120 Hz mavjud. Ekranlarning yorqinlik darajasi bo'yicha ham Redmidan ozmoz qolishadi. Agarda hech qanaqa xarakteristikalarga qaramasdan qaysi biri yaxshi desam, men o'ylanmasdan Redmini olib qo'ygan bo'lar edim. Redmida ranglarning kontrasti ozmoz pastroq, lekin baribir unda yorqinligi ancha yaxshiroq va unda 120 Hz mavjud. Yana faqatgina bu emas, Redmida menga ko'proq ekranning badabad bo'lgani ham ancha yoqadi. Samsungda faqatgina uning ekranning tuzilishi dizayni eski va g'alati tanlov emas. Aksincha uning tashqi kamera dizayni ham g'alati tanlovga to'la. Masalan, faqatgina bir xil bo'lgan kamerali smartfonlarni qilishga urinishgan. Bundan qandaydir foyda bormi yo'qmi, bizga ham ma'lum emas. Samsungning smartfonlarida ko'pchiligida bir xil bo'lgan kamera bloklari bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu kimgadir yaxshi, kimgadir esa yomon. Redmi Note 15 ga qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda kamera dizaynlari anchagina yaxshi. Bu shayba shakliga keltirib, o'rta tarafga ko'chirilgan. Bu yaxshi rol o'ynaydimi yoki yo'q, buni bilmadim. Hammaga har xil. Ammo menga bunaqa tajribalar albatta yoqadi. Agarda mayda xarakteristikalarni aytish kerak bo'lsa, birinchidan simulatorni aytib o'taman. Simulatorlari gibrid slot bo'lib, ikkita sim karta yoki bitta sim karta va bitta micro SD, ya'ni bitta sim karta va bitta fleshka qo'ysa bo'ladi. Va A17 da ham xuddi shunaqa. 1.5 millimetrlik bo'lgan jack port A17 da bor, ammo Redmi Note 15 da yo'q. Kameralarga keladigan bo'lsak, kameralardan ko'p narsani kutmagan holda xarakteristikalarni aytib o'taman. Redmi Note 15 da asosiy kamerasi 108 megapiksel va ultra keng burchagi yo'q. Ikkinchi kamerasi bor, lekin bu faqatgina portret rejimida orqa fonni xiralashtirish uchun ishlatiladi. Boshqa yana nima uchun ishlatiladi bilmadim. Afsuski, asosiy kameralardan optik stabilizatsiyasini olib tashlagan. Videoga olishga keladigan bo'lsak, 1080 60 fps da videoga ola oladi. Frontal kameralari esa 1080 30 fps da videoga ola oladi. Va aytib o'tish kerakki, frontal kamerasi 20 megapiksel. Ammo A17 da ishlar oz-moz yaxshiroq. Old kamerasi, ya'ni asosiy kamerasi 50 megapiksel va Redmi'da yo'q bo'lgan optik stabilizatsiyasi mavjud. A17 esa 1080 30 fps da videoga ola oladi. Unda esa ultra keng burchakli kameralar ham bor. Makro kamerasi ham bor. Makro kamerasi esa shunchaki qolgan teshikni to'ldirib qo'yish uchun 2 megapiksel deb qilib qo'yishgan. Selfie kamerasi 13 megapiksel. Megapiksellar hech nimani hal qilmaydi, ayniqsa hozirgi vaqt. Shunchaki marketingga aylanib bo'lgan narsa. Bu yerda megapiksellarni solishtirish, ularni aytib o'tishdan hech qanaqa ma'no yo'q. Lekin bu narsalar esa kimgadir albatta qiziq. Redmi'ning fonotlariga yana qiziqarli narsa. Redmi Note 15 da stereo kolonkalari bor. Samsung esa afsuski mono, faqatgina bitta va u ham pastki tarafda joylashgan. Redmi esa stereo ustida ham pastki tarafida ham bor va bu anchagina yaxshi rol o'ynaydi. Ko'pchilik kompaniyalar o'zlarining byudjetni bo'lgan smartfon seriallariga aynan katta bo'lgan batareya hajmini qo'yishni yaxshi ko'rishadi. Juda bo'lmasa avtonomiyasi anchagina yaxshiroq bo'lishi uchun. Shu sabab smartfonga 6000 mAhlik batareya joylashtirilgan. Afsuski, Samsung Galaxy A17 da esa 5000 mAhlik batareya o'rnatilgan va oradagi 1000 mAh ham anchagina yaxshi rol o'ynaydi. Yana qaytadan mayda xarakteristikalarga keladigan bo'lsak, smartfonning xotirasi Redmi Note 15 da 6 ga 128 likdan boshlanadi. Samsung Galaxy A17 da esa 4 ga 128 likdan. O'zimga qoladigan bo'lsa, o'zim birinchi bo'lib Redmi olgan bo'lardim.
Bilaman Samsungning softi juda xamajat. Kooperatsiya esa reklama to'la, musor to'la bo'ladi, lekin bu menga o'zim xohlagan narsani tanlashda qarshi chiqmaydi. Sizlar esa mega smartfonni olmay, o'zingiz xohlaganingizni oling. Sizlarga esa beradigan maslahatim ya'ni to'g'ridan-to'g'ri kelibdi. Redmi olaymi yoki Samsungni desangiz, qo'shmasdan Redmi deb javob beraman. Shu bilan barchangizga xayr.